Novostroyka uylarni ham narxi tushyapti. Misol tariqasida mana shu xonadonimiz xos maslahat obzor qilib beraman. Domimiz shundoq manzilga keladigan bo'lsa, Sergeli 1da joylashgan 5-bekat metrosini shundoq yonginasida yaxshi domlardan hisoblanadi. Takoy kачественный qurilgan. Pastda mana parkovkalari mavjud. Liftlari yaxshi elitniy liftlardan qilib qo'yilgan. Ko'rayotganinglardek bemalol uyingizga chiqib borishingiz mumkin. Mashina parkovkaga qo'yib, endi xonadonga kirib kelganimizda kirishimiz bilan to'g'rida oshxona bo'lyapti. Oshxonadan keyingi xonamiz o'ng qo'limizda mana zalimiz bo'lyapti. Zalimizni qo'shimchasiga отдельный balkonchiklari mavjud. Endi esa ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'sha mansardaga bu yerda o'sha свободный planirovka. Xohlasangiz bu mansardan ikkiga bo'lib yana ikkita xona qilishingiz mumkin. 3 xona bo'ladi tayyorgina. Общий umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 86 kvadrat metr tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsa umumiy mana 86 kvadrat metrlik dupleksimizning narxi 55 ming so'ralyapti. Yana joyida kelishtirib beriladigan joylari bor. Keyin yana ta'kidlab o'tamiz, bu g'ishtdan qurilgan dom hozirgi kunda dom qurish uchun apzlar hammasi faqatgina gazoblokdan bo'lyapti. G'ishtli domlarimiz kam qolyapti. O'shaning uchun ulgurib qolinglar. Juda bosib oladigan joyi.